Tavofda Hajarul Asvad o'pib boshlashni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. O'z tajribamdan kelib chiqib sizga top 3 ta maslahat beraman. Birinchisi, umraga borishdan kamida 1 oy avval sport bilan shug'ullanishga harakat qiling. Sport turlari ichida sizga kurashni tavsiya qilaman. Sababi bunda odam o'zaro yaqin bo'lganligi sababli odam terlaydi va raqib hidiga, ya'ni teri hidiga moslashadi. Bu moslashuv aynan o'sha Ka'bani atrofida odam ko'p paytda turli xil odamlardan turli xil hidlar chiqqanda sizga noqulaylik tug'dirmasligiga sabab bo'ladi. Ikkinchi maslahat, Hajarul Aswadga borish paytida guruh bo'lib harakatlanmang. Sababi guruhni chetlashtirish birinchidan oson, ikkinchidan guruh bo'lib kuch ishlatib harakat qilsangiz, atrofingizdagilarga ozor berish ehtimoliyat baland bo'ladi. Uchinchi maslahat, Hajarul Aswadgacha borsiz, Alloh bilan va'dalashing. Qaytarganingdan qaytaman, aytganingni qilaman deb. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.